Dastlabki texnikamiz samosval havo avtomashinasi. 2016-yil ishlab chiqarilgan, motor yaqin remont qilingan, hujjatlari bor, ishga tayyor holatda, mashinani hech qanday kamchiligi muammosi yo'q. Olasiz, faqat ishlatasiz deyishyapti. Narxi esa $35,000 aytilishi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa Havo 130 markali ushbu texnikamiz ham sotiladi. 2021-yilda ishlab chiqarilgan, probeg esa 45,000 km yurgan deyishyapti. Hamda 4 ta 100 talik metan gaz ballonlar o'rnatib qo'yilgan. Holat yaxshi, ishga tayyor holatda. Narxi $33,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda yana bir Havo avtomashinamiz sotiladi. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, holat yaxshi, ballonlari 4 tasi yangi, qolganlari 70% atrofida, korobkasi 10 talik, xarajati yo'q, hujjatlari joyida. Narxi esa 450 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa samosval man sotiladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, holat yaxshi, oldi ballonlar yangi, orqalari esa 50% atrofida deyishyapti. Ishga tayyor holatda, motor korobkalari ham yaxshi. Narxi $26,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyati. Navbatda esa samosval chakmon avtomashinamiz ham albatta sotiladi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, probeg esa 186,000 km halol deyishyapti. Motor korobka moslari hali ochilmagan, 10 tala balloni 100% yangi, ishlab turgan texnika, xarajati yo'q deyishmoqda. Narxi $55,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyati. Navbatdagi texnikamiz esa Euro Kamaz Euro 5 variantidan 2019-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, oldiga yumshoq ballonlar qo'yilgan, orqasi esa 100% yangi. Rama kuzov kabinalarda ham hech qanday muammo, kamchilik yo'q, konditsionerlar ham bor deyishyapti. Narxi $45,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda yana bir Euro Kamaz samosval sotiladi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, probeg 96,000 km deyishyapti. Ballonlar ham yangi, metan gazlar ham bor, holati juda ham zo'r, hech qanday kamchiligi muammosi yo'q deyishyapti. Narxi $35,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati. Demak, yana bir Euro Kamaz avtomashinamiz ham albatta sotiladi. 2006-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, metan gazlari bor hamda hujjatlari ham bor deyishyapti. Ishga tayyor, mashinani hech qanday kamchiligi yo'q. Motor korobkalari ham, hadovoylar ham yaxshi deyishmoqda. Manzil Farg'ona viloyati. Narxi esa $28,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Demak, Euro Kamazlarda davom etamiz. Navbatdagi Kamazimiz esa Euro 3 variantidan 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Korobka 8 talik, o'zini motoriga gaz ballonlar qo'yilgan deyishyapti. Demak, metanga moslangan. Holati yaxshi, ishlab turgan texnika, xarajati yo'q, hujjatlar ham joyida deyishyapti. Narxi $24,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa navbatdagi Euro Kamaz avtomashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan, 25 tonnagacha yuk oladi. Holati zo'r, hech qanday kamchiligi muammosi yo'q. Motor, korobka, zadniy most, hamma joylari juda ham zo'r holati deyishyapti. Demak, narxi $34,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qoraqalpog'iston Respublikasi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Euro Kamaz sotiladi. Ishlab chiqarilgan yilni yozib yuborishmagan, hujjatlari joyida, ishlab turgan texnika, motor, korobka, hadovoy qismlari, rama kuzov qismlari ham yaxshi, mashinani hech qanday kamchiligi yo'q, faqat ishlatish kerak deyishyapti. Narxi $18,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyati. Navbatda esa chakmon avtomashinamiz sotiladi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, nahadu holatda ishlab turgan texnika, 8 ta 100 talik metan gaz ballonlar qo'yilgan, o'zini motoriga moslangan deyishyapti. Hamma joyi yaxshi, ishlab turgan texnika. Narxi $28,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Navbatini kutib turgan texnikamiz ham samosval chakmon avtomashinasi bo'ladi. 2022-yilda ishlab chiqarilgan, probeg esa 70,000 km yurgan deyishyapti. Holat yaxshi, hali hech qayeri ochilmagan. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Narxi esa 480 million so'm aytilishi, ya'ni kamaytirib beriladi. Bugungi dasturimizning texnikalar esa shulardan iborat edi. Albatta videoga like tugmasini bosib, qilayotgan mehnatimizni baholab ketishni ham unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bizni navbatdagi dasturlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.